Mana shu qizni videoga olayotgan bolani o'rnida bo'lganingizda siz nima qilgan bo'lardingiz? Videodagi bu bola bundan oldin kiyim magazinining reklama jarayonida qatnashgan ekan. Bu videoda bo'lsa Amerikaning mashhur modeli va blogeri Temi De Jesus va u kiyim magazinining reklamasida bosh rolni ijro etishi kerak ekan. Lekin u qaysidir payt o'zini g'alati tutishni boshlagan. Bu videoda ko'rsanglar bo'ladi. Qanaqadir kulishi ham g'ayrioddiy va qilayotgan qiliqlari ham odamni juda ham qo'rqitadi. Videomiz muallifi bu qizdan nima bo'layotganini so'rashi borganida, u o'zini g'alati tutib, devor orqasiga bekinyapti. Bu holat menga skinwalkerlarning videosini eslatib yubordi. Sababi odamlar aytishicha, bu qiz skinwalkerlarga aylanishi 3-darajasiga kelganga o'xshayotgan. Qachonki odam va hayvonning orasida arosatda qolib ketgan edi. Odamlar bu skinwalkerlar haqida kundan kunga ko'proq ma'lumotlar tarqatishni boshlashyapti. O'rtoqlar, sizlar nima deb o'ylaysizlar? Bu qiz nima sababdan bunaqa g'alati qiliqlar qilyapti? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar va keyingi videolarda ko'rishguncha.